Poytaxtimizda Markaziy Osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari kengashining navbatdagi umumiy yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ijtimoiy sheriklikni rivojlantirish, bandlik, mehnat huquqlarini himoya qilish va yangi iqtisodiy sharoitlarga moslash masalalari muhokamalar markazida bo'ldi. Tadbir institutsional o'zgarishlar jarayonida alohida ahamiyat kasb etdi. Ishtirokchilar kengashni doimiy shtab-kvartirasiga ega konfederatsiyaga aylantirish tashabbusini ko'rib chiqdilar. Toshkent mintaqada ijtimoiy sheriklikning yangi arxitekturasini shakllantirish maydoniga aylandi. Markaziy Osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari kengashining navbatdagi umumiy yig'ilishi ekspertlarning ta'kidlashicha, muloqotdan real integratsiya mexanizmlariga o'tishning muhim bosqichi bo'ldi. Forumda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Mo'g'uliston kasaba uyushmalari markazlari delegatsiyalari, shuningdek Turkmaniston kasaba uyushmalari va xalqaro mehnat tashkiloti vakillari ishtirok etdilar. Anjumanni O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi Qudratilla Rafiqov olib bordi hamda mamlakatimizda barcha sohalarda, jumladan mehnatkashlar manfaatlari va mehnat huquqlarini ta'minlash borasida yuz berayotgan yangilanish va ijobiy o'zgarishlar avvalambor Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning xalq roziligiga qaratilgan oqilona va uzoqni ko'zlagan siyosati amalga oshirayotgan islohotlari samarasi ekanligini alohida ta'kidladi. Umumiy yig'ilishda asosiy e'tibor maslahat forumidan xalqaro tashkilotlar tomonidan e'tirof etilgan nufuzli mintaqaviy institutga aylangan kengashning qariyb 5 yillik faoliyati natijalariga qaratildi. Qayd etilgandek, o'tgan 9 yil davomida Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida o'zaro ishonch va manfaatdorlik, yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga asoslangan munosabatlar o'rnatildi. Bu kasaba uyushmalari harakatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatib, bandlik, ijtimoiy himoya, gender tengligi, xalqaro mehnat standartlarini joriy etish masalalari bo'yicha hamkorlikni kuchaytirdi. Ijtimoiy muloqot uchun samarali maydonga aylangan Markaziy Osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari kengashi faoliyati xalqaro mehnat tashkiloti va xalqaro kasaba uyushmalari konfederatsiyasi tomonidan ham yuqori baholandi va Markaziy Osiyodagi asosiy hamkor sifatida tan olindi. O'zbekiston mintaqada integratsiya jarayonining yetakchi kuchidir. Aholi soni, iqtisodiy rivojlanish dinamikasi va boshqa ko'plab omillar bo'yicha O'zbekiston mintaqadagi yetakchi davlat hisoblanadi. Bizda xalqaro mehnat tashkilotining mintaqaviy darajada konsultativ maqom berish bo'yicha ham taklif mavjud. Biz kasaba uyushmalarining integratsiya jarayonlarini, kasaba uyushma harakatining konsolidatsiyasini va albatta mintaqaviy hamkorlikni qo'llab-quvvatlaymiz. Kun tartibiga muvofiq Markaziy Osiyo mamlakatlarida milliy 3 tomonlama ijtimoiy muloqot amaliyoti masalasi ko'rib chiqildi. Qayd etilganidek, ijtimoiy muloqot munosib mehnat, inklyuziv rivojlanish va ijtimoiy hamjihatlikni ta'minlash, samarali boshqaruvni rivojlantirishning asosiy vositasidir. Tripartizm esa xalqaro mehnat tashkilotining asos soluvchi tamoyilidir. Biz O'zbekistondagi bosqichma-bosqich rivojlanishni, demokratik o'zgarishlar va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilayotgan siyosiy islohotlarni ko'rib turibmiz. Menimcha, bu avvalo o'zbek xalqi hayotida ijobiy ma'noda katta aks-sado topmoqda. Bundan tashqari, hozir bu jarayonlar bizning barcha qardosh davlatlarimiz xalqlari tomonidan ham yuqori baholanmoqda. O'zbekistonda yuz berayotgan bu ruh, bu uyg'onish va o'zgarishlar bizni faqat quvontiradi. Kengash majlisida ko'rib chiqilgan masalalardan biri Markaziy Osiyo mamlakatlarida ijtimoiy sheriklikni rivojlantirish bo'ldi. Bu borada barchamiz uchun muhim bo'lgan bir necha jihatlarni ta'kidlamoqchiman. Avvalo, O'zbekistonda hukumat, ish beruvchilar va kasaba uyushmalari o'rtasida tuzilgan bosh jamoa kelishuvining ahamiyati juda kattadir. Shuningdek, Respublika 3 tomonlama komissiyasida ham raislik tizimi amaliyoti juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu haqiqatan ham juda yaxshi tajriba bo'lib, ijtimoiy sheriklikning barcha tomonlariga real imkoniyatlar yaratadi. Menimcha, bu tajribani boshqa mamlakatlarda ham ommalashtirish zarur. Yig'ilishda Markaziy Osiyo mamlakatlarida qulay psixosotsial ish sharoitlarini yaratishda kasaba uyushmalarining roli masalasi ham muhokama etildi. Ta'kidlangandek, bu yil Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuni keling sog'lom psixosotsial ish muhitini ta'minlaylik shiori ostida o'tkazildi. Ushbu kun doirasidagi tadbirlarda psixosotsial xavflar, ish joyida stressga qarshi kurashish, mehnat sharoitlari, xavfsizlik madaniyati masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Markaziy Osiyo davlatlari kasaba uyushmalarining tajribasi juda zarur. Menga ayniqsa O'zbekiston kasaba uyushmalari tajribasi, xususan ijtimoiy sheriklik va ijtimoiy muloqot sohasidagi tajribasi juda yoqdi. O'zbekiston kasaba uyushmalari hukumat bilan ham, ish beruvchilar bilan ham ijtimoiy sheriklik asosida samarali ish olib bormoqda. Eng muhimi, mamlakatingiz prezidenti buni doimo qo'llab-quvvatlaydi.
Kun tartibidan o'rin olgan navbatdagi masala Markaziy Osiyo mamlakatlari kasb uyushmalarining platforma iqtisodiyotidagi pozitsiyasini shakllantirish mavzusini qamrab oldi va platformali bandlik sohasiga oid barcha masalalar batafsil muhokama etildi. Bu sohada Markaziy Osiyo mamlakatlari kasb uyushmalari kengashi bayonoti ishlab chiqilgani yaqin kunlarda ushbu bayonot Xalqaro mehnat tashkiloti va Xalqaro kasb uyushmalari konfederatsiyasiga rasman taqdim etilishi bildirildi. Ma'lumki, bugungi kunda platforma iqtisodiyoti rivojlanib bormoqda. Masalan, taksi, kuryerlar, bular internet platforma orqali, demak, o'z mehnat faoliyatini amalga oshirmoqda. Lekin ularni himoya qilish masalasi butun mintaqamizda dolzarb bo'lib turmoqda. Mana shu borada, demak, platformada band bo'lgan xodimlarni huquqlarini himoya qilish, ularni ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish, ularga sharoitlar yaratib berish borasida tegishli bayonot qabul qilindi. Navbatdagi muhokamalar davomida Markaziy Osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari kengashini Markaziy Osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari konfederatsiyasiga aylantirish va ustavini tasdiqlash masalasi ko'rib chiqildi. Qayd etilganidek, bugun kengashni doimiy shtab-kvartiraga ega xalqaro tuzilma sifatida tashkil etish ayni muddaodir. Kengashni konfederatsiyaga aylantirish masalasi bo'yicha Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Mo'g'uliston kasaba uyushmalari rahbarlari so'zga chiqib, ushbu tashabbusni to'liq qo'llab-quvvatladilar va Markaziy Osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari konfederatsiyasi bosh kotibi etib O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi Qudratilla Rafiqovni saylash taklifini ilgari surdilar. Taklif bir ovozdan ma'qullanib, Qudratilla Rafiqov Markaziy Osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari konfederatsiyasi bosh kotibi etib saylandi. Исторический момент для всех нас, принято исторические решения. Bu barchamiz uchun tarixiy voqeadir. Markaziy Osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari kengashini Markaziy Osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari konfederatsiyasiga aylantirish to'g'risidagi tarixiy qaror qabul qilindi. Kengash 5 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Shu 5 yil davomida kengash faol muloqot maydoni bo'ldi, bizni birlashtirdi va qator masalalarni hal qilishga harakat qildik. Endi esa boshqa bosqichga o'tish kerak. Agar kengash avval muloqot maydoni bo'lgan bo'lsa, konfederatsiya bugungi kunda ijtimoiy va mehnat sohasida kechayotgan barcha jarayonlarga ta'sir ko'rsata oladigan markazga aylanishi lozim. Konfederatsiya bizga xalqaro tuzilmalar, shu jumladan Xalqaro mehnat tashkiloti va Xalqaro kasaba uyushmalari konfederatsiyasi kabi tashkilotlar ishtirokchisi bo'lish imkonini beradi. Bu juda muhim. Konfederatsiya. Это означает, что мы уже на новом пути развития. Konfederatsiya bu bizning rivojlanishning yangi yo'lga chiqqanimizni anglatadi. Ushbu konfederatsiyaning tashkil etilishi butun Markaziy Osiyo mehnatkashlarining manfaatlarini xalqaro darajada himoya qilish imkonini beradi. Bizning umumiy ildizlarimiz va bitta tariximiz bor. Bugungi kunda esa mehnatkashlarimizning muammolari ham bir xil. Asosiy vazifamiz mehnatkashlar huquqlarini himoya qilishdir. Shu sababli konfederatsiya xalqaro mehnat tashkiloti darajasida hamda boshqa xalqaro tashkilotlarda ham manfaatlarni ilgari suradi va ularni himoya qiladi. Umumiy yig'ilish davomida Markaziy Osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari konfederatsiyasi bosh kengashi va uning tarkibi ham saylandi. Konfederatsiyaning ijroiy qo'mitasi tarkibi tasdiqlanib, ishchi apparati tuzildi. Uning shtab-kvartirasi Toshkent shahrida faoliyat yuritishi belgilandi. Yig'ilish ishtirokchilari intellektual va madaniy taraqqiyot ramzi bo'lgan Toshkent shahridagi Islom sivilizatsiyasi markazida ham bo'ldilar. Ushbu maskan mehmonlarda unutilmas taassurot qoldirdi. Мы вот представители сегодня из Turkmenistan. Biz Turkmanistondan kelgan vakillar Islom sivilizatsiyasi markazi bilan tanishib chiqdik. Bu yerda tarixiy voqealardan tortib hozirgi zamongacha bo'lgan uzluksiz bog'liqlikni his qilish mumkin. Bu yerda butun tarix zanjiri bo'lib, bir-biriga ulanib ketgandek. O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan yaratilgan ushbu markaz bizda juda katta taassurot qoldirdi. Markaziy Osiyo davlatlari kasaba uyushmalari konfederatsiyasining umumiy yig'ilishi doirasida poytaxtimizda mini futbol bo'yicha Markaziy Osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari konfederatsiyasi kubogi uchun xalqaro turnir ham o'tkazildi. 4 davlat kasaba uyushma jamoalari maydonga nafaqat g'alaba qozonish, balki do'stlikni mustahkamlash uchun ham chiqishdi. Finalda O'zbekiston va Qozog'iston kasaba uyushmalari federatsiyasi jamoalari to'qnash keldi. Mehmonlar terma jamoamizga penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berib 2-o'rinni egalladi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi jamoasi 1-o'rinni egallab, konfederatsiya kubogini qo'lga kiritdi. Ishtirokchilar munosib taqdirlandilar.